Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar berkilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Bosh qotib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshik ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Mana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'r bo'lib ketdi deydi. Nima qilish kerak shunda? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan bexabar bo'lsa, o'zichasi yechim istab ko'radi. Keyin mana ham qilib ko'raychi, bo'lmadi. Keyin mana qilib ko'raychi, bu ham bo'lmadi. Aniq turuvdi yo'l. Nima qilish kerak shunda? Odam bolasi onasini qornida 121 kunga to'lgan kuni farishta kelib 4 ta narsasini yozib qo'yardi peshonasiga. Rizqini, ajalini, amalini, baxtli baxtsiz bo'lish. Mana 2 ta narsa. Rizq bilan ajal. Bunga insonda hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Faqat barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Millionta odam sizni haqqingizga 1000 yil yashagin deb duo qildi. 1000 yil yashaysizmi? Yashamaysiz. Yashamaysiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى أسماء الحسنى güzel isimlaridan Ar-Razzaq rizqlarni ulashuvchi ismiga kelgan edik. Odam bolasi borki, birodarlar, tirikchiligi bor. Rizqini g'amini qiladi. Mana shu rizqini topib yeyishlikda insonlar o'zlaricha turli bir hiylalarni, turli bir sxemalarni, turli bir yo'llarni izlaydi. Rizq o'zi nima? U rizqni beradigan Razzoq qanday zot? Nima qilsak mana shu rizqimiz keng bo'ladi, barakotli bo'ladi, mo'l bo'ladi. Nima qilsak buni aksi bo'ladi. Hozirgi odamlarni deyarli hammasini birinchi g'ami tashvishi rizq topishlik bo'lib qolgan desak adashgan bo'lmaymiz. Lekin rizq nima edi? Odam bolasi onasini qornida 121 kunga to'lgan kuni farishta kelib 4 ta narsasini yozib qo'yardi peshonasiga. Rizqini, ajalini, amalini, baxtli baxtsiz bo'lish. Mana 2 ta narsa. Rizq bilan ajal. Bunga insonda hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Faqat barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Millionta odam sizni haqqingizga 1000 yil yashagin deb duo qildi. 1000 yil yashaysizmi? Yashamaysiz. Yashamaysiz. 2000 yil yashab turib yer ahli duo qildi. Yashamaysiz. Chunki sizga yozib qo'yilgan 70 yil, 80 yil bor, o'tmaydi. Faqat bu duolar shu rizqimizga barakot olib keladi yoki barakotni yo'q qiladi ayrim qilgan ishlarimiz. Keling mana nima ish qilsak rizqimizga baraka keladi. Razzoq subhanahu va taolo bilan qanaqa muomala qilsak biz xohlagandek rizq bo'ladi bizda. Astagfiru billah. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Mana shu oyatning tafsirini diqqat bilan, shoshmasdan o'rganib chiqishimiz kerak. Masalan, nima deymiz? Mana rom yasashlikda texnologiyasi bor. Bunday qilsa bunday bo'ladi, bunday. Aniqda 45 gradus kessang, lekin to'g'ri 90 bo'ladi, ikkita olib kelib qo'ysang. Aniq shablon formulasi bor. Shu shablon formulani bir ustadan ko'rib o'rgangan shagird darrov usta bo'ladi. Agar shu qoidalardan, shu instrumentlarni ishlatishdan, mana shu materialda tabiatidan bexabar odam qoqilaveradi, so'qilaveradi, ehtimol umrining oxirigacha topadi u formulani, yo topmaydi. Hozirgi kunda odamlarni rizq topishlikda qilayotgan harakatlari ham shunga o'xshatsa bo'ladi. Birodarlar, dinimizda hamma narsa aniq chizib qo'yilgan. Xuddi karrani singari aniq ham yo'q. Rizq topishlik masalasi ham shuning ichida. Kelinglar, dinimizda nima deyilgan?
Razzoq subhanahu va taolo beradimi bizni rizqimizni? Modomiki shunday ekan, kelinglar, qanday muomala qilish kerakligini o'rganib olaylik. Alloh taolo aytadi, kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Demak, bugungi mavzuyimiz nima ekan? Razzoq subhanahu va taolo. Bugungi mavzuyimiz birodarlar, rizq mavzusi ekan. Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar berkilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Boshqa qotib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshik ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Mana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'r bo'lib ketdi deydi. Nima qilish kerak shunda? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan bexabar bo'lsa, o'zichasi yechim istab ko'radi. Kel, meni ham qilib ko'raychi? Bo'lmadi. Kel, meni qilib ko'raychi? Bu ham bo'lmadi. Aniq turuvdi yo'l. Nima qilish kerak shunda? Mana shunday holatda Allohdan taqvo qilish kerak, birodarlar. Allohning manhajini mahkam tutishlik kerak. Shundan keyin eshiklarni ochilishini kutib turing. Chunki Robbimiz aytayapti, kim Allohdan taqvo qilsa, har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi va kutmagan joydan nimasini beradi? Rizqini. Demak, nima qilish kerak ekan? Taqvo qilish kerak ekan. Alloh taoloni bu mo'min bandalarga bergan va'dasini amalga oshmay qolishidan ko'ra dunyoni ustun bo'lib ketishi osonroq. Qaytaraman. Alloh taoloning mo'min bandalarga bergan va'dasini ro'yobga chiqmay qolishidan ko'ra bu osmon yerni ustun bo'lib ketishi yengilroq. Chunki kimning va'dasi bu? Innaka la tuxliful mi'ad. Albatta sen hech qachon va'dangga nima qilmaysan? Xilof qilmaysan. Demak, bu oyat birinchi navbatda birodarlar yoshlarga qaratilgan. Bo'ydoqlar, maktabni bitirdingiz, bir o'qishni bitirdingiz, o'sha etap bo'ladi. Kim shu etapda bo'lsa eshitib tursin. Ishingiz yurishmaydi. Shijoatingiz bor, g'ayratingiz bor, pul topishim kerak, ota-onamni, bola-chaqamni boqishim kerak degan g'amingiz bor, zo'r o'g'il bolasiz. U yoqqa urasiz, bo'lmaydi. Bu yoqqa urasiz, bo'lmaydi. Hunar qilib ko'rasiz, boshqa qilib ko'rasiz, bo'lmaydi. Akalar shu etapdan o'tish kerak. Shu yerda o'tirgan yosh katta, ishini yo'lga qo'ygan, hayoti yo'lga tushib qolgan odamlarni qarasangiz, shular ham shu etapdan o'tgan. U kam u, tug'ilib otasining katta pulini ustida yashaganlar. Asosan odamlar shu yo'ldan bosib o'tadi. To'g'ri aytyapman kattalar. O'sha etap bo'ladida hammada. Yosh yigit juft kerak, uylanishlik kerak, uy kerak, ish kerak. Hamma eshiklar yopilib ketdi, ochilmagandek bo'ladi. Shunda nima qilish kerak? Shunda birodar tushkunlikka tushma. Allohdan taqvo qil, sababini qil, Allohdan farajni yengillik kelishini kut. Sabr qil, aniq ishon, Robbining va'dasi haq. Shoshilma. O'sha hayotda o'rnini topib, ham yo'g'ini dunyo sohasida yo'lga qo'ymagan akalarni qarasangiz, bir paytlar shular ham qiylangan. Bir paytlar ham shu juda sharoit og'ir bo'lgan. Eshitib tursangiz, tarixini aytib bersa, hammasida bor shu etap. Endi o'sha narsalar ketib, Alloh taolo hamma yo'g'ini zo'r qilib qo'ygandan keyin esdan chiqarib qo'ygani chataqdi. Agar o'sha qiylangan kunlaringizda birodarlar esdan chiqarmasanglar, har uylarga kirganingizda yuragingizda tag-tagidan alhamdulillah degan narsa kelish kerak. Chunki yo'g'ida bo'ladi hech qaysi. Bu kimning va'dasi birodarlar? Hamma qudrat, hamma xohish, hamma iroda o'zini qo'lida bo'lgan zot Alloh subhanahu va taoloning va'dasi. Ehtimol sharoit og'irdir, yechim ko'rinmayotgandir, aqlingiz yetmayapti qayerdan yechim kelishligiga. Lekin bularda bari quruq gap. Alloh uchun qiyin narsani o'zi yo'q. Oramizda bu narsaga guvoh bo'lgan odamlar bor, birodarlar. So'raylar, shunaqa ukalar bo'lsa, so'raylar, qana bo'lgan, oson bo'lganmi yo birdaniga shunaqa bo'lib qolganmisiz? Kim Allohdan taqvo qilsa, mushkulalardan chiqib ketadigan Alloh taolo yo'lni ko'rsatadi va uni kutmagan joydan rizqini beradi. Endi mana taqvo qilish. Kim ayol tanlashda Allohdan taqvo qilgan bo'lsa, Alloh azza va jalla turmushida bu odamni baxtsiz qilmaydi.
Kim farzandlarining tarbiyasida Allohdan taqvo qilgan bo'lsa, farzandlari bu otaga oq bo'lmaydi. Alloh yo'l ko'rsatadi. Kim moli dunyo topishlikda Allohdan taqvo qilsa, Alloh bu bandani nima bo'lishdan saqlaydi? Muflis bo'lishdan saqlaydi. Bizning tilda bankrot bo'lishlikdan. Chunki halol topgan, halol sarflagan, sadaqa zakotini bergan, bu odam bankrot bo'lmaydi. Demak, Alloh taolodan taqvo qilar ekanmiz, hamma narsani o'rgatadi. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar deyapti Alloh taolo. Alloh o'zi o'rgatadi. Alloh o'zi o'rgatadi. Bu oyat haqida birodarlar soatlab gapirishimiz mumkin. Hamma ish Alloh taoloning qo'lida. Bandalar ko'p narsani o'rgangan hayoti davomida. Odam alayhisalomdan boshlab shu kungacha juda ko'p narsani o'rgangan. Lekin mana shu o'rgangan narsalarning ichidagi eng afzali tavhid. Alloh taoloni yakka ekanligini bilishlik. Eng zo'r o'rgangan narsamiz mana shu. Birodarlar, bilamizmi Robbimiz yagonaligini? Demak, Alloh taolo juda ham katta ne'matini beribdi bizga. Allohning amrida mustaqim bo'lgan banda uni rizqi keng bo'ladi, mo'l bo'ladi. Bu qoida. Qiyomatgacha keladigan har bitta mu'min ustidagi haq va'dadir. Sharoit qanaqa bo'lmasin, zamon qanaqa bo'lmasin, har qanaqa to'siq bo'lmasin, Alloh taolaning aytgani bo'ladi, birodarlar. Chunki bu ilohiy va'da. Va kutmagan joydan nima qiladi? Rizqini beradi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bilan qilinadigan muomala mana shu qoidaga asosan bo'lsa, ishlarimiz hammasi yaxshi bo'ladi. Hadis qudusiy Alloh taoloning aytgan so'zlari bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ilhom suratida kelgan so'zlari. Agar Alloh taoloning so'zi Jabroil alayhisalom orqali jo'natgan bo'lsa, bu Qur'on oyati bo'ladi. Agar Alloh taolo o'zini mana shu so'zlarni payg'ambarimizni bir ilhom suratida yuborgan bo'lsa, Jabroil alayhisalomning vositasiz, bu hadisi qudusiy deyiladi. Alloh taolo aytadi: "Bandam, sen men uchun men xohlagandek bo'lgin, men ham sen uchun sen xohlagandek bo'laman. Senga nima foydali ekanini menga gapirma. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar sen men xohlagan ishda menga taslim bo'lsang, sen istagan ishingda men senga kifoya qilaman. Men aytganda qabul deyapti. Qolgan ishingni meni zimmamga yuklab qo'y deyapti. Tushunarlimi? Tavakkal qildik bo'lmadi-yu desa, sen Alloh xohlaganda qilib bo'lmading shu ishda. Tavakkaldan avval sababini ham qilish kerak edi. Ana, sababni qilib turib tavakkal qiladi, Alloh aytganda qilib bo'lding shunda. Endi shu Alloh nima qiladi shunda senga? Mushkulingni hal qilib berar edi. Davomini o'qiymiz. Agar men xohlagan ishda menga taslim bo'lmasang, sen xohlayotgan ishda seni mashaqqatga solib qo'yaman. So'ngra faqatgina men istagan narsa bo'ladi. Go'zalligini qarang, bu hadis qudusiy edi. Sen men aytgan ishda men xohlaganda qabul, sen xohlagan ishda men senga kifoya qilaman. Agar sen men xohlayotgan ishda men aytganda qabul bo'lmasang, sen xohlayotgan ishingda seni mashaqqatga tiqib qo'yaman. Keyin kim aytgani bo'ladi baribir? Men aytganim bo'ladi deyapti. Demak, Allohga itoat qilish, undan taqvo qilishga banda astoydil bel bog'lashligi kerak bo'ladi. Qo'lidan kelganicha sababini, mehnatini qilib qo'yadi, u yog'ini g'am qilmaydi. Alloh Razzoq, kutmagan joydan rizqini beraman deb va'da bergan. Buni isboti hayotda birodarlar to'liq yotibdi. Birodarlar, mana shu variant bir musulmonga ishlab, ikkinchisiga ishlamay qolmaydi. Mana shu variant bir musulmonga ishlab, ikkinchisiga ishlamay qolmaydi. Qarangda, bu yerda olimga ishlaydi, omaga ishlamaydi, arabga ishlaydi, ajamga ishlamaydi demayapti. Musulmonmi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan hammasiga bir xil ishlaydi. Endi biri zo'r, biri xira bo'lyaptimi? Bilingki, bittasi Allohdan taqvo qilyapti. Endi agar taqvo qilmasang, ish tekis ketayotgan bo'lsa, bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bitta ishni qiladigan ikkita usta. Ikkovi bir xil ishlaydi, birini topganda baraka bor, ikkinchisida baraka yo'q. Demak, mana u Allohdan taqvo qilyapti. Endi umuman Allohdan taqvo qilmasang, ish tekis ketyapti-yu desa, buni ati nima edi? Istidrojida. Falamma nasu ma zukiru bihi. Allohni eslatmasi kelganida, ularga eslatma qilingan narsani unutganlaridan keyin
hamma eshiklarni ochib tashladik. Shunday ko'tarib turib chopdi yerga deydi. Qaranglar-da, 1 yil shunaqa gurkirab ketgan o'sha odam. 1 yilda moncha imorat solgan. Moncha mashina olgan. Vo dedi, qaraysiz 2 yildan keyin yo'q-da. Ikkita misol. Taqvo qilish, Allohni o'ziga suyanish sababini qilish insonga nimalarni olib keladi? Kitni qornidagi Yunus alayhissalom. Yunus alayhissalomni Alloh azza va jalla buyurdi, kit yutib yubordi. Dengizga tashashdi qavm, kemadagilar. Shunda kit yutib olib tushib ketdi. 150 tonnalik kit. 50 tonna yog', 50 tonna go'sht, 50 tonna suyak. Bu kit shunaqa kattaki, odam bolasi tikka tursa og'ziga kirib, bemalol tikka turadi. Yutdi, suv tagiga kirib ketdi. Bu kit bir ovqat yeganda 4 tonna ovqat yer ekan, birodarlar. Uni rizqini yetkazar ekan Allohning qudratiga qoyil qolaylik. Unaqa kitdan nechta? Ha? Unaqa kitdan nechta? Siz bilan bizga o'sha odamlar nechta? Shular rizqini yetkazgan Alloh mo'min bandasi yalvorib duo qilsa, Alloh taolo payg'ambarimiz aytganlar, albatta Alloh taolo hayoli zot. Bandasi qo'lini ko'tarib yalvorsa, quruq qaytargani hayo qiladi deydi. Faqat bu banda qo'lini ko'tarayotganda taqvo qilib qo'ygan bo'lsin. Alloh aytgandek yashab qo'ygan bo'lsin. Astagfirullah. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zolimin. Fastajabna lahu va najjaynahu minal gham. Qorong'u zulmatlarda turib, hech iloh yo'q, magar o'zing bordirsan, ey pok Parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qilguvchilardan bo'lib qoldim degan paytini eslang. Bas, biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am g'ussadan qutqardik. Bu qissa, birodarlar, hayotdagi qonun. Mana shu Qur'ondagi qissani Alloh taolo hayotda ishlaydigan qonunga aylantirdi. Bu qonun qaysi zamon bo'lmasin, qaysi yer bo'lmasin, qaysi sharoit bo'lmasin, albatta ishlaydi. O'zi kitni qorniga kirib ketishiga sabab nima edi? O'zini qilgan xatosi. Qavmini Yunus alayhissalom Allohning iznisiz tashab chiqib ketgan edi. O'zini qilgan xatosi tufayli shu mushkulaga kirdi. Endi mushkuladan chiqib ketishlik nima bilan bo'ldi? Allohning o'ziga duo qilishlik bilan. Yunus alayhissalomning qissasi hayotda ishlaydigan qonun, birodarlar. Va kadalika nunjil mu'minin. Bas mo'minlarga mana shunday najot beramiz. Mana shu yerda to'pini yerga qo'yib turib o'ylanib ko'ringlar-da, birodarlar. Yunus alayhissalom balig'ni qornida. Nima yechim bor u zotda? Masalan, bir problem bo'lib qolsa, darrov nima qilamiz? Bir problemaga kirib qolsa, pul kerak bo'lib, mushkul Alloh saqlasin. Nima qilamiz darrov? Kallamizga nima keladi? Kimga telefon qilsam ekan? Telefon bor. Mashina bor, yugurib borasiz. Ona akaga uchraysiz, mana akaga uchraysiz. Xullas, variant bor-a? Kitni qornida turgan Yunus alayhissalomning nima varianti bor shu yerda aytinglar? Hech qanday varianti yo'q. Ya'ni 40 kun yotdi boradi qornida. Nimaga hazm bo'lib ketmadi? Alloh taolo ilohiy ta'limni beryapti. Alloh halok qilishini xohlaganida darrov o'lar edi, lekin Alloh taolo halok qilishini xohlamadi, ta'lim berishni xohladi. Yunus alayhissalomga va siz bilan bizga. Siz bilan biz ham qilayotgan shunday bir ishlarimiz bo'lishi mumkin. Davno yo'qib ketishimiz kerak o'sha ish kasofatiga. Lekin Alloh taolo nima deydi? Agar odamlarni qilayotgan gunohlarini 10 da jazosini bersak, yer yuzida biror narsani qoldirmagan bo'lar edik. Ey odam bolasi, 10 ta gunoh qilsang, bittasiga jazo beryapti senga Robbing. Qolganini nima qilyapti? Va ya'fu an katir. Nima ma asobakum min musiboyati. Nima musibat yetsa qo'ling tufayli yetadi. O'zing qilgansan shu ishga. Shu baloni o'zing chaqirib olding. Yana Alloh nima qilyapti? Ko'p gunohlarini kechirib turadi, deyapti. Yechim nima bo'ldi? Alloh tomonidan kelgan yechim bo'ldi. Yechim qanaqa bo'ldi? Baliq olib chiqib chiqarib oldi. Qornidan chiqarib tashladi. Kim aytgani bo'ldi? Alloh aytgani bo'ldi. Ikkinchi qissa. Sayyidimiz Musa alayhissalom va Firavun. Payg'ambarlar qissasida o'tganmiz, birodarlar. 600 mingga yaqin yahudiyni Misrdan
Baytul Maqdis tarafga qarab olib chiqib ketyapti Musa alayhissalom tunda. Firavn ruxsat berdi. Tong yotgandan keyin qarasa, Banu Isroil chiqib ketdi. Kim bizni xizmatimizni qiladi? O'sha davrdagi eng qudratli qo'shinini yig'di-da, Banu Isroilni orqasidan quvib bordi. Banu Isroilning avvali dengizga borganida bu karvonning avvali. Bu karvonning oxiridagilar Firavnning qo'shinini ko'rdi. Shunda inna la mudrakun qala ashabu Musa inna la mudrakun. Shunda Musoning hamrohlari aytishdi, albatta bizga endi yetib olishadi. Biz aniq tutildik, chunki boshqa yo'l qolmadi. Oldida dengiz, orqada qo'shin turibdi. Qala kalla inna ma'i robbi sayahdin. Aniq ishonch bilan Robbisiga suyanib turib, Musa alayhisalom aytdi, yo'q, albatta Robbim men bilan, albatta menga yo'l ko'rsatadi. Aytinglarchi, bularda nima yechimi bor edi oldida? Hech qanaqa yechimi yo'q. O'sha zamondagi eng qudratli qo'shin orqasidan kelib turibdi, qirib tashlashlik yoki qaytarib olib ketishlikka. Kim saqladi? Alloh taolo aytdi, asoyini dengizga ur, qissani davomini bilasizlar. Ular o'tib ketdi Banu Isroil, Firavn suv tagida qoldi. Yechimni kim berdi? Yechimni Alloh subhanahu va taolo berdi. G'alabaga erishishlikka imkoniyati nol akalar. Najot kelishligiga hech qanday bir ishonch yo'q. Lekin nima bo'ldi? Yo'q, Robbim men bilan birga, albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Aytdik-ku oyat darsimiz boshida. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim taqvo qilsa, Alloh nima qilib beradi? Albatta yechimni beradi. Rostgo'y bo'l, ishonchli bo'l, odamlarga yaxshilikni ravo ko'r, harom yo'l bilan rizq topishni o'ylama. Chunki Allohning huzuridagi narsaga ma'siyat bilan yetilmaydi. Allohning xayriyati, barakotiga inson gunoh bilan yeta olmaydi. O'sha harom tijorat bilan katta pul topgan, boyigan odamlar haromni tijoratiga kirishganligi uchun boyigani yo'q. Alloh uni rizqiga yozgani uchun boyidi. Agar halol narsani savdosi bilan shug'ullanganda ham boyar edi u. Bu biz iymonimiz. Chunki o'sha harom ishga kirishganligi uchun boyidi desiz, xuddi shu harom ishni qilayotgan boshqalari boyimayapti-yu. Agar halol ishni qilganligi uchun ish yurishmayapti desiz, xuddi shu halol ishni qilib turib ish yurishayotganlar ham bor-ku. Shuni tushunib olaylik. Rizq Alloh taoloning qo'lida. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi kutmagan joydan rizqlantirur. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Alloh taoloning o'zi xohlagan ishi yetguchidir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh